Ularning ichidagi maqsadini bilmayman-u, lekin kesagingda gakopda senga necha marta aytdim. Mana shu turqi sovuni o'zingga yaqinlashtirmagin. Vaqtida menga kerak edi. Hozir zamon o'zgaryapti-yu, hech o'zgarmayapti. Jamshid qayoqda? Ertalabdan beri ko'rganim yo'q. Maishat qilib yurgandir-da. Maishat deb hammani buzding. Endi sallani bichib qo'yishim qoldi. Endi erkaklar bilan ishlagandan keyin Nima? sen meni o'sha so'tay bilan qilyapsanmi? Menga qara, sen dallollik qilaman deb o'zingni urintirma. Pul yig'ishni bilgan odam egasiga qanaqa qilib topshirishni ham juda yaxshi biladi. Tabibni o'shandagi muomalasini ko'rganingda edi, uni o'zini otib tashagan bo'larding. Tag'in men unga rahm qildim. Men qara, o bola, ikki qulog'ingga qo'yib ol. Men xo'p deganlarni yaxshi ko'raman. Mening bitta kasalim bor. Kim mendan sir yashasa, tutqanog'im tutib chatoq bo'ladi. Tuxum bosib o'tiraverasanmi? Ish bo'lsa ayting. Ish bor. Lekin buni beyakang ham, Mahmud akaga ham bilmasligi kerak. Uchalamiz o'tirib bir gaplashib olmasa bo'lmaydi. Nimaga beka? Sen Haydar akangni bilmaysan. Bir ish qilganingni bilsam, mendan xafa bo'lma. Tushundingizmi? Bir donishmand ro'parangdan ilon bilan haqgo'y chiqib qolsa, avval haqgo'yni o'ldir degan ekan. Kimni ko'rgansan deb so'rayapman sendan. Asadbek akammi? Kasallari jiddiy. O'pkalarda rak. Bekitning o'shin dardini mendan yashirdi ekan. Bu sirni Mahmud biladi. Qiziq. Asad kasali og'ir. Tuzalishi qiyin bo'lgan kasallik. Akmush. Bekni eng yaqin sirdoshi Mahmud. Fikri buzuq bolani. Bekni joyini egallamoqchi. Angri, это я, Хайдар. Чего? Какой еще Хайдар? Близкий друг Асада. Я не знаю никакого Хайдара. Я имею дело только с Махмудом. Ты понял?